Assalomu alaykum mushtobdagi qarindoshlar. Men Hamid Nasriddin. Mao Alakbar domlamning so'ziga. Albatta buningga hurmat qilamiz. O'zining tushanchisini, o'zining qarashini mushundoq deb qarayman degan qaragan taraflarini o'tirib qo'yapti. Balkim masala bu kishi deyotgandek bo'lmasligi mumkin. Alloh hammamizga shu to'g'rini, tushangini, tafakkur qilgani, vaqt, fursat, aql, farosat bersin. Gapini anglab chiqish jarayonida nimani his qilding desanglar, shu o'zi bilan yaqin ko'ngli yaqin bir turkum qarindoshlar mushu Qur'onga chaqirayotgan mushu kishilar bilan naq maydon bir munozir qilishib baqsanglar bo'lmamdi deb tikanda endi bu yoqqa. Shundoq talab borki, bu yoq nima deb rad qilyotidi desa, u odamlar biz bilan munozirlashgidek salohiyatga ega emas deb o'zini olib qo'yotidi. U odamlarni ko'zga ilmayotgan gap emas. O'zini olib qo'yotidi. To'g'ri, men va uningdan boshqa bir turkum kishilar Alakbar domullam bilan sahnaga chiqib bir narsalarda munozirlashgidek iqtidorim mening yo'q. Men savolni so'rayman, to'g'ri javob bersa, shu Qur'ondan savolni so'rayman, to'g'ri javob bersa, men shu to'g'ri deyman. Nurg'un qitim so'radim, balkim mening so'ragan savollarim quloqqa kirgandi, boshqa mollalarni anglagandi. Balkim bu kimdi deb anglamagan bo'lishi mumkin. Qur'ondan bergan savollarimizga Qur'on bilan javob bermadi. Balkim anglamaganlik uchun Alakbar domlam javob bermagan bo'lishi mumkin. Endi bu yerda Abdukiram Zoir boshliq bir turkum kishilar debdi. Endi Abdukiram Zoirni ustoz tutgan odamlar bormi, yo'qmi, men bilmayman. Shaxsan men Abdukiram Zoir mening ustozim emas. Mening ustozim Qur'on. Men Qur'onni o'qiyman. Shu Alakbar domlamga o'xshash, Muhammad Yusufga o'xshash Alakbar domlamning Qur'on tarjimasi chiqmaganda yo'qdi. Muhammad Yusufning, Muhammad Solihning tarjimalarini o'qib, shuningdan tushunganlarimni, mayada ma oyatda manda turdi, mayada nima uchun ma hukm manda berilib qolgan. Ma oyatda, ma hadisda manda narsa turdi, nima uchun olimlar ma masalalarda birlikka kelib qolgan degan savollarni aytib ko'p qitim so'radim, ham so'rayman. Hem ba'zi oyatlarni men o'zimning tushungani bo'yicha Alloh manda debdiki, shuning uchun ma narsa mandaq deyman. Bir suqopa bu Alloh manda debdiki, mandaq deysa u undaq emas degani bo'lmadi, demidi hech kim. Demidi. Endi bu yerda gapning o'ziga kelsak, Abdukiram Zoir mening ustozim emas. Birlari chiqib haroq harom emas degan bo'lsa, bu haroqning haromligi to'g'riliq shu Abdukiram Zoirmi chiroyli dalillab ko'rsatib qo'ydi, harom deb. Menmi shu desa, shu harom deb chiroyli yana shu Alakbar domlam degandek boshqa oyatlarni dalillab turib, haromligini chiroyli ko'rsatib qo'ydik. Endi bular men Qur'onni o'qisimi, musulmon emas. Musulmon holatida turib uningdagi biz bilan diniy temada so'zlashsa bo'ladi. Agar musulmon holatida bo'lmay, boshqa dinda bo'lsa, boshqa dindagi odam deb qo'yib turib, o'zi degan bo'lsa, o'zini deydi. Degan bo'lsa, uningdagi bular bilan munozirlashsak bo'ladi. Bu musulmon men deb Qur'onni e'tirof qilib turib, Qur'onni o'ziga yetadi deb qarabla qilsa, bu musulmon emas, bu saxtipaz, mandag'ay, u birlarining odamlari deyotadi. Endi bir odam Qur'onda aytilgan 5 iymonni e'tirof qilsa, Qur'ondagi halol haromlarning hammani e'tirof qilsa, u odam musulmon bo'lmasa kim musulmon bo'ladi? Bu bir savol bo'lib qolsin o'ziga. Allah Qur'onda Muhammed Aleyhisselam, ey Muhammed Aleyhisselam, sana biz bu Qur'onni nozil qilishdan burun
İman nime, İslam nime sen bilmeyden dedi. Muhammed Aleyhisselam'daki zat imanını İslam'dan Kur'an'dan öğrendi. Allah şu Kur'an bile öğretti Muhammed Aleyhisselam'a. Nurgun ayetler var. Mana şu Kur'an'ı vahiy kıl. Buningdan boshqa bir narsa qaytib qo'yma. Agar qaytib qo'ysang, sening shoh tomiringni, qizil tomiringni uzib o'tamiz. Shu sen biz sana vahiy qilgan, ya'ni shular o'zining eg'izlari bilan tilovat qilinib turadigan, ya'ni o'qig'ini bo'ladigan, o'qilib turadigan shu Qur'on shu insonlarga kifoya qilmamdi bu dinda degan oyatlar bor. Demak, Alakbar domullam Qur'onni o'ziga yetarli ko'rgan odamni musulmon deb qaramaydi ekan. Qur'onga iymon keltirib, Qur'onga amal qilgan, Qur'on halol deganni halol degan, harom deganni harom degan, masalan zinoni harom degan, qimorni harom degan, jazoni harom degan, kishining haqqini harom degan, g'iybat shikoyatni harom degan. Qur'onga amal qilgan odamlar shuning hammasiga amal qiladi. Haqiqiy insondek yasha degan, insonga insondek muomala qil degan, Qur'onga amal qilgan odamlar shuning hammasiga amal qiladi. Qiyomat kuniga ishinadi. Allah'a ishinadi, farishtalarga ishinadi, kitoblarga ishinadi, payg'ambarlarga ishinadi, qiyomat kuniga berilgan hisobga ishinadi. Bularni men shaxsan musulmon deb qarayman. Alakbar domullam nima uchun shu Qur'onni o'zimga yetadi degan odam musulmon bo'ladi deb qaramaydi. Muhammed Aleyhisselam'daki kişiye yetken Kur'an Alakbar domullamga nima yetmepti? Muhammed Aleyhisselam'daki zatni sen imanni, İslamni moşunundan öğendin. Onundan avval sen iman, İslamның nimeligini bilmeydin deptiken. Endi biz imanni, İslamni Kur'an'dan öğrensek neymiş ki olmaydı? En ahirki bir sözüm Abdülkerim Zahir'ini tilgaptı. Ben Abdülkerim Zahir'in derslerini anlayayım. Abdülkerim Zahir Kur'an'ni Alakbar domullamdan yaxshi biladi deb qarayman. Yaxshi tushunadi, yaxshi tafakkur qiladi. Oyatlarni o'z bir-birisiga bog'lab, yaxshi so'zlashalaydi, yaxshi yetkazalaydi. Endi men Alakbar domullamga tavsiya qilganim bu so'zlayotgan so'z asosiyatdan munozirdan qochish. Yuqorida deganimdek men Alakbar domullam bilan munozirga chiqmayman. Menda unchalik iqtidor yo'q. Menda mana shunchalik iqtidor bor. Haqiqiy rost ahli ilm bo'lsa, Abdülkerim Zahir bilan chiqsin. Yolg'onlardan o'zining qo'llovchilariga o'zini bilimli qilib ko'rsatib, iqtidorli qilib ko'rsatib, u odamlar biz bilan munozirga chiqishga salohiyati to'shmaydi deb o'zini olib qochganlik ma'lum. Bu bilimsizlik, jasorat qilolmaganlik asosiyatdan. Assalomu alaykum. Yuqoridagi so'zimga ozroq qo'shimcha qilay. Alakbar domullam anglab qolsa, ham shuning bir taklif bo'lib qolsin. Bir qitim shu Alakbar domullam Arslan Hidayat Arslanmi? Amerikadagi bolaning mediasida bir diniy suhbat o'tkazildi. Shu o'tkazilgan chaqda Alakbar domullamdan Arslan Hidayat shunda deb so'radi. Agar payg'ambar alayhissalom hozir kelib qolgan bo'lsa, nimani so'raydingiz? deb shunda dedi. Degan vaqtda Allohning rasuli uni da'vat etdi, bu buni da'vat etdi. Zodi sizning yo'lingiz zodi qaysi deb so'raydim dedi. Qaysi deb so'raydim dedi. Payg'ambar alayhissalomning qaytib kelmaydiganligi rost. Payg'ambar alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmaydiganligi rost. Unda bo'lsa bu odamlar texicha o'zining yo'lining qaysining to'g'ri, qaysining xatoligini bilinmasa. Yo'lining to'g'ri va xatosini bilmagan odamga kim ergishadi? O'zi ketib qolgan yo'lga jazmiyat turg'izolmay, payg'ambar alayhisalom dunyoga qaytib kelib qolsa, mushuni so'raydim deb odamdi.
Muşunu soraydım de adı. Demek özünün qaysı yolda ketip ağalıqını bilmeydi. Bilmeydi. Bilse soraydım degan savolnimi, soraydım degan gapnimi qilmaydi. Özünün yoluga cezmiyet turg'izidi. Agar shundoq savol tushib qolgan taqdirdami, ey Allohning rasuli, siz ib kelgan dinni mustahkam ketib bormiz, mana mushfit tashviq qilib ketib bormiz. Siz qanday qaraysiz deb so'raydim degan bo'lsa, u chaqda yaxshi bo'ladi. Lekin siz ib kelgan yo'l qaysi deb so'raydim deyish, demak texichi u yo'lning qaysi ekanligini bilmayotgan insonlar. Bilmayotgan insonlar. Oxirida bir taklifim şu Arslan Hidayet'nin yoki Hidayet Arslanmı, Arslan Hidayetmi, şunun medyası qo'simi Abdikram Zoirni taklif qilsin. Hozir vatan sirtida nurg'un medialar bor. Mayli Istiqlolga taklif qilsin, mayli Ahmad Pidoyi ekraniga taklif qilsin, mayli Abdug'aniyniga taklif qilsin, mayli Ahmadjon Osmonniga taklif qilsin. Yalğanlardan özünü bilimli gösterip kaçmışsın. Kaçmışsın. Kaçışının haceti yok. Kaçmasdan Abdikram Zoir bilen Kur'an zadı qandaq kitap. O Kur'an bizge nemini öğütüdü. Kur'an özü bu diniga yeterlik mi, yeterlik emas mı? Muşu temada munazirlashib baqsın. Mavi asasiyatin bir saxtipazlik. Saxtipazlik. Özünün etrafındaki adamlarga özünü bilimli gösterip, başka adamlar biz bilen muhatap olanmaydı, beraber bolanmaydı, munazirlashga şartı toşmaydı, deb saxtipazlik qilayotgan narsa.